Qishloq xo'jaligida har bir qarich yerdan samarali foydalanish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri. Bu borada viloyatimizda ham fermer xo'jaliklarining dala chetlarini bo'sh qoldirmasdan ularga qo'shimcha ekinlar ekish orqali ham mo'l hosil, ham qo'shimcha daromad olish imkoniyati yaratilmoqda. Ana shu maqsadda viloyat o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi tashabbusi bilan Pastdarg'om tumanidagi mevali muqobil mashina traktor parki hududida amaliy ko'rgazmali seminar o'tkazildi. Tadbirda fermerlar, dehqonlar va soha mutaxassislari dala chetlarida tashkil etilgan namunaviy ekinzorlar bilan tanishdilar. Kunjut va makkajo'xori ekilgan maydonlarda yerdan unumli foydalanish, takroriy hamda qo'shimcha ekinlarni to'g'ri joylashtirish, ularni parvarishlash va yuqori hosil olish sirlari amaliy tarzda namoyish etildi. Mutaxassislar agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida bajarish, suv resurslaridan tejamkorlik bilan foydalanish, o'simliklarni zararkunanda va kasalliklardan ishonchli muhofaza qilish hamda fitosanitar nazoratni kuchaytirish bo'yicha tavsiyalar berdi. Prezidentimizning qarori bo'yicha mana ekilgan dalada turibmiz. Bu kunjut o'simligi hisoblanadi. Lotincha nomi Sesiurum. Vatani Janubiy Afrika hisoblanadi. Bu juda qurg'oqchilikka chidamli o'simlik. Yog' beradigan o'simlik hisoblanadi. Yog'ini demak tarkibi ham xuddi zaytun yog'iga tenglashtirilgan buni tarkibi. Mana bu asosan may oylarida ekiladi. May oyining 2-dekadalarida ekiladiki, sovuqqa, chunki biologiyasi qaraydigan bo'lsak, bu sovuqqa chidamsiz o'simlik hisoblanadi. Shuning uchun mana bu lekin qurg'oqchilikka chidamli, suvsizlikka chidamli. Mana bu yerda mana ekilgan dalalarni ko'rib turibmiz. Juda yaxshi hosil bo'lgan. May oyining 2-dekadasida ekilgan, oktyabrda oxirlariga yig'ishtirib olinadi. Demak, yog'i 65-70% yog' beradi bu o'simlik. Shuning uchun mana bu oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda, aholini sifatli yog' mahsulotlari bilan ta'minlashda buni ahamiyati juda ham katta. Ta'kidlanganidek, dala chetlaridan oqilona foydalanish yerning har bir qarichini daromad manbaiga aylantirish imkonini beradi. Bu orqali qo'shimcha mahsulot yetishtiriladi. Fermer xo'jaliklarining iqtisodiy samaradorligi ortadi va ichki bozorni sifatli qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlashga munosib hissa qo'shiladi. Seminar yakunida ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar oldilar hamda dala chetlarida ekinlarni to'g'ri joylashtirish, parvarishlash va yuqori hosil yetishtirish bo'yicha amaliy tavsiyalarga ega bo'ldilar.